Hop, bizda 6-dars bo'g'in pastdagi ikkitalik undoshlar, ya'ni koreyschada kiyop, patchim. Biz oldingi dars, ya'ni 5-darsda patchim, ya'ni bo'g'in pastdagi bittalik undoshni ko'rib chiqqandik. Endi bugungi darsda bo'g'in pastdagi ikkitalik undoshni ko'rib chiqamiz. Qoida: bo'g'in pasti ikkitalik undosh bilan tugasa yoki keyingi bo'g'in undosh harf bilan boshlansa, ikkitalik undoshlarning bittasi o'qiladi. Mohiyatini tushuntiraman, qarang. Bitta bo'g'in harf keladi 1, 2, 3, 4. Mana bu 3 4 bo'g'in pastdagi ikkita undosh. Va bunga misol K A P S. Mana caps yozildi, ha? Caps. Endi qoidani takrorlaymiz. Bo'g'in pasti mana ikkita undosh bilan tugasa va davomi ham undosh harf bilan boshlansa, ha? Yo mana shu bilan tugashi kerak, ha? Yo davomi ham undosh bo'lishi kerak. Shunda mana bu ikkita harfdan bittasini o'qiymiz. P S dan P o'qiladi. Mana bu P bilan C dan bittasi o'qiladi. Agar davomi ulli bo'lsa-chi, ulliga mana bu C ni qo'shib o'qish kerak. Qarang. Hozirgi yozganim K A P S ikkita undosh bilan tugadi va uni P harfini o'qidigan kap. Endi ulli bo'lsa-chi mana. Birinchi bo'g'in va ikkinchi bo'g'in. Xo'p, mana 1, 2, qarang. Bo'g'in pasti ikkita undosh P S, davomi ullimi? C harfini i ga qo'shasiz. Kapshi bo'ladi. O'qilishi kap shi. Bu qoidani tushuntirish edi, mohiyatini. Hozir tushuntirayotganim bo'yicha ham keyingi qoidada keladi asli. Keyingi qoidada keladi. Demak, hozirgi qoidani tushundik, ha? Bo'g'in pasti ikkita undosh bilan tugasa yoki keyingi bo'g'in undosh harf bilan boshlansa, ikkitalik undoshlarning bittasi o'qiladi. Qaysi ikkitalik undoshlar desa, mana kelishi mumkin leki, o'shanda siz K ni o'qiysiz. LP siz L ni o'qiysiz. LH L ni o'qiysiz. PS P ni o'qiladi. NC ne, NH ne. Asosan chap tarafdagi harflar o'qiladi. Chap tarafdagi. Qarasangiz mana, chap tarafda P, chap tarafda N, chap tarafda N, chap tarafda L, chap tarafda L. Faqatgina mana bu LKda o'ng taraf o'qilar ekan, K. Asosan chap tarafdagi harfni o'qisangiz bo'ladi, lekin LKda K o'qilar ekan. Va qoidani mohiyatini tushuntiraman, yana qarang. Xo'p. Demak, T ga A qo'shildi, ta plus lekin. Talq yozildi, bo'g'in pastda ikkita undosh, ya'ni lekin. Biz K ni o'qiymiz. Tak. Tak. Talq emas, tak. Bu o'qilishi. K o'qiladi deb yozib qo'yilibdi mana. H ga i, h bu bitta bo'g'in, unga lk qo'shilyapti. Lekin pastida mana hilk. Hilk yozilgan, lekin biz lkdan K ni o'qiymiz. Hik. Hik. Yana endi LP dan L o'qilar ekan, qarang. To plus LP. Siz L ni o'qishingiz kerak. Mana tolp yozilaveradi, lekin siz tol deb o'qishingiz kerak. Tol. Qoida shunaqa. K ga i, k plus LH. Klah yozilgan, siz L ni o'qiysiz. Kil. Buni yodlab olishingiz kerak. Mana tepadagi 6 tani. Shu ikkitalik undoshlar kelsa bittasini o'qiyman deb. Va bularga oid lug'atlar. Xo'p, tovuq. Mana tak. L o'qilmaydi. Tak. 8. Birinchi bo'g'in yo, ikkinchi bo'g'in dol, yo dol, yo dol. Qaynamoq. K I L, H ni o'qimaymiz. Kilta. Qaynamoq. Xo'p, o'qimoq, ya'ni kitob o'qimoq, gazeta. I ni pastda L kelyapti, biz K ni o'qiymiz. Ikta. Kalta qisqa. Ikkitalik Ch A L P kelsa biz L ni o'qiymiz, Chalta. Xo'p, yomon. C dan keyin I, ya'ni sh o'qiladi. Pastda L ham biz L ni o'qiymiz. Shilta. Yomon ma'nosida keladi. Xo'p, yaxshi tushundingizga umidaman va hozirgini davomi. Qarang. K ga A qo'shildi, K, bu bitta bo'g'in. Pastiga PS yoziladi, mana caps. Lekin biz P ni o'qiymiz. Kap. Ya'ni P o'qiladi, ha? Xo'p, A ni pastda NC yozildi, anch. Lekin NC kelsa biz N ni o'qiymiz. An. Keyingisi M ga A ma plus NH. Manah yozilgan, biz N ni o'qiymiz. Man. Bunga oid lug'atlar. Xo'p, narx. K ga A qo'shilib, pastda PS, caps yozilgan, lekin biz P ni o'qiymiz. Kap. Yo'q. Ya'ni ruchka yo'q, ha? Do'stim yo'q. Xo'p, O ni pastda PS, biz P ni o'qiymiz. Opta. C harfi talaffuz qilinmaydi. Opta. O'tirmoq, ha, stulga o'tirmoq. A ni pastda necha? Siz ne ni o'qiysiz? Anta. Anda emas, anta. Qo'ymoq, joylamoq, ya'ni ustiga qo'ymoq, joylamoq. O ni pastda necha? Biz ne ni o'qiymiz? Onta. Xo'p, endi o'ng tarafga e'tibor qilasiz. Xo'p, ko'p. Ha? M A N H.
Siz neyni o'qiysiz? Manta. Manta. Uzmoq, qirqmoq. Ki pastda nehe. Biz yana neyni o'qiymiz? Kinta. Kinta. Qaynamoq. Lehe kelsa le o'qiymiz, ha? Kilta. 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 Xo'p, qoida tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, davom etamiz. Bizda keyingi qoidamiz davomli talaffuz. 6-darsda kelgan. Xo'p, birinchi bo'g'in yoni pastda ne? Yon, ikkinchi bo'g'in yon yozilgan. Lekin davomli talaffuz qoidamiz shunaqaki, bo'g'in pastda undosh bo'lsa, mana ne va keyingi bo'g'in ulli bilan boshlansa, ne harfini i ga qo'shib o'qiladi, ya'ni undosh ulliga qo'shiladi. Yonim o'qilishi yonim. Ne harfiga i qo'shilyapti. Hozirgi qoidani takror o'qiyman. Bo'g'in pastda undosh harf bilan tugab, keyingi bo'g'in ulli harf bilan boshlansa, pastdagi undoshni ulliga qo'shib o'qiladi. Qarang. Birinchi bo'g'in han, ikkinchi bo'g'in guk, uchinchi bo'g'in o. Mana bu keyni o'ga qo'shamiz. Han gugo. Han gugo. Han gugo. Keyingisi u ni pastda se, us, keyingisi o, ya'ni ullimi? Seni o'ga qo'shasiz. Seni o'ga qo'shasiz. U soyo. U soyo. U soyo. Yozishda mana shunaqa yozaysiz, lekin talaffuzda u soyo deyish kerak. Keyingisi mana me harfini a ga qo'shyapmiz. Imak. Imak. Keyingisi p ni o'ga qo'shyapmiz. I boyo. I boyo. Nimaga p ikkita unli orasida-da? I boyo. Va shularga oid lug'at mana. Koreys tili degani hozir o'qidik mana. Han gugo. Han gugo. Musiqa. Imak. Imak. Bitirish, ya'ni maktabni bitirish, universitetni bitirish. Che o le. Ledan keyin o ullimi qo'shamiz. Chorop. Chorop. Nimaga re? O ulli. Yana bitta o ulli. Yotug'i ham, tikkovi ham ulli. Chorop. Dushanba, qarang. Voni pastida le turibdi, voni pastida le turibdi. Ledan keyin yo. Vo ulli harf, yo ulli harf. Vo rio il. Vo rio il. Voryo il dushanba. Xo'p, kulaman yoki kulyapman. Seni o'ga qo'shamiz. U soyo. Us oyo emas. U soyo. Seni o'ga qo'shyapmiz. U soyo. Kiyaman, ya'ni kiyim kiyaman. Peni o'ga qo'shyapmiz. I boyo. Yeyman. Mo pastda keni o'ga qo'shasiz. Mo goyo. Mazali. Mana sedan keyin i kelyapti, ikkitalik sedan keyin o kelyapti mana. Seni iga qo'shamiz, ikkitalik seni ikkinchisini o'ga qo'shamiz. Mashis soyo. Yani yozib ko'rsataman. Mana bu mat degani nimagaki tugayapti. Davomi ullimi? Mana mashit oyo. Ikkitalik seni o'ga qo'shyapmiz. Mashis soyo. Mazali. Birinchi bo'g'in, ikkinchi bo'g'in, uchinchi bo'g'in, to'rtinchi bo'g'in. Mashis soyo mazali. Xuddi hozirgi qoidani ikkinchi qismi. Davomli talaffuz 2. E'tibor qiling. Bo'g'in pasti ikkita undosh harf bilan tugab, ikkita deyilyapti, mana ikkita. Keyingi bo'g'in ulli harf bilan boshlansa, mana ulli bilan boshlansa, pastdagi undoshlarning o'ng tarafdagisi keyingi bo'g'indagi ulliga qo'shib o'qiladi. Mohiyatini tushuntiraman. Siz lekin qoidani yana bir marta o'zingiz o'qib chiqsangiz yaxshiroq. E'tibor qiling mana. Birinchi bo'g'in i, pastda lekin ilk. Davomi o, davomi yo. 3 ta bo'g'in ekan. Bo'g'in pastda ikkita undosh, ya'ni lekin. Davomi ulli omi keyni o'ga qo'shasiz. O'qilishi ilgoyo. Bunisida mana. Haligi yo'q degani optayda. Buni qoidasi nima desa, bo'g'in pastda ikkita undosh va davomi ham undosh bo'ldi, mana opta. Lekin bu yerda ulli kelyapti mana. O pastda pesi, ops, davomi o ullimi? Seni o'ga qo'shasiz. Opsoyo. Mana bu se qattiqroq talaffuz qilinadi degan ma'noda keladi. Opsoyo. Keyingisi mana. LP kelib tugasa yo davomi ham undosh bo'lsa, le o'qildi mana. Chalta deb o'qidik-a buni. Chalta. Lekin bu yerda LPdan keyin ulli kelyapti mana. Ulli a. Demak p ni a ga qo'shasiz. Chalbayo. Nimaga b? Mana bu le ulli vazifasida. Chalbayo. Keyingisi ch ni a ga qo'shamiz mana. Anjayo. Anta emas, anjayo. Anayo ham emas. Anjayo. Nimaga j o'qiyapman? Mana bu ne ulli vazifasida. Anjayo. Xo'p, endi shularga oid lug'atlar mana. O'qiyman. I ni pastda leke va o. Ilgoyo. Keyingisi yorqin, yorug'. Palgayo. Qashlamoq, ya'ni qashimoq. Kilgoyo. Kalta qisqa. Chalbayo. Hop, yupqa.
Yani pastda le. Yal ba yo. Yal ba yo. Bosmoq, ya'ni ustidan bosmoq. Pal ba yo. Pal ba yo. Hop, yo'q. Hozir o'qidik mana. Op soyo. Op soyo. O'tiraman. An jayo. An jayo. Tushundikmi? Va keyingi oxirgi qoidamiz, ya'ni boshlang'ichda o'rgatiladigan o'qish qoidalarining oxirgisi, bo'g'in pasti h harfi bilan tugab, keyingi bo'g'in ulli harf bilan boshlansa, h harfi talaffuz qilinmaydi. Ya'ni qarang. Bitta bo'g'in bor, pastda h keldi, mana bu yerda birinchi harf, ikkinchi harf. Pastda h keldi, davomi ullimi? Siz h ni o'qimaysiz. H ni o'qimaysiz. Ya'ni qarang, tugashi mumkin h bilan, tugashi mumkin ne h yoki le h. Bularni davomida mana bu doira bu ulli degani. Ulli kelsa agar h o'qilmaydi, h o'qilmaydi. Agar ne h kelsa h ni o'qimasak faqat ne qolib ketadi, h yo'q. Keyingisi le h da le qoladi, h yo'qoladi. Shularga oid mana o'ng tarafda qoida. Qarang. To'rtburchak qavsidagi o'qilish, ha? To'rtburchak qavsidagi o'qilishi. E'tibor qiling. Birinchi bo'g'in choh, ikkinchi bo'g'in a, yo. Pastda h kelyapti, bu h. Davomi ulli, to'g'rimi? Ulli. Siz h ni o'qimang. Cho a yo, cho a yo. Shu to'g'ri o'qish, cho a yo. Keyingisi mana ne h kelyapti, siz ne ni o'qiysiz. Nimagaki ne h dan davomidagi bo'g'in bu ulli, h o'qilmaydi, h o'qilmaydi. Ma'na yo. Ne ni aga qo'shib o'qiysiz. Ma'na yo. Ko'p degan. Keyingisi mana shi royo. Le ni oga qo'shasiz. H o'qilmaydi. Shiroyo. Shiroyo. Va umumiy takrorlash lug'atlari hozirga oid, ya'ni yaxshi degani mana cho ayo, h ni o'qimadim. Cho ayo. Solaman, ya'ni kitobni sumkaga solaman, ovqatga ziravor solaman. No oyo, h ni o'qimayapman. No oyo. Qo'yaman, ya'ni kitobni parta ustiga qo'yaman. Shu. Masalan, noh ayo yozilgan, lekin h ni o'qimaysiz. No ayo, no ayo. To'xtatmoq. Ya'ni uzmoq, qirqmoq, to'xtatmoq. K noyo, h ni o'qimang. Ne ni oga qo'shing. K noyo o'qiladi. Bu o'qilish, ha? K noyo. Yana hozir o'qiganimiz mana ko'p degani ma'nayo. H ni o'qimayapman. Ma'nayo. Qaynayapti. Kiroyo, kiroyo. Qaynamoq degan so'z bor, kilta, mana. Kilta. Uni qoidasi nima edi? Bo'g'in pasti le he, ya'ni ikkita undosh, ha? Davomi ham undoshmi? Siz le ni o'qiysiz xolos, he o'qilmaydi. Xullas, pastda he harfi kelsa o'qilmaydi hisob. Ko'pincha shunaqa. Kilta. Bu qaynamoq. Hozirgi zamonda kiroyo. Ya'ni shunda ham he o'qilmayapti, qaynayapti. Keyingisi shiroyo, yoqmaydi, yomon ma'nosida keladi. Shiroyo. Sedan keyin shi, le he kelsa he ni o'qimaysiz. Shiroyo. Va qo'shimcha lug'atlar, muz. Mana lega i ni qo'shamiz. Orim, orim, olim emas yoki olim emas, orim, muz. Juma kuni. Meni yoga qo'shamiz. Miyo, ya'ni kim yo il, kimyoil, kimyoil, kimyoil. Hammom qilish. Keni yoga qo'shasiz. Mo gyok, mo gyok. Bu o'qilishi, mo gyok. Nimagaki pastda undosh davomi ullimi? O'sha undoshni ulliga qo'shasiz. Mo gyok, hammom qilish. Xo'p, taqinchoq. Me oke, mok kori, mokkori. Keni ke o'qiysiz. Nimaga? Ikkita ulli orasida kelmayapti. Mokkori. Le ni iga qo'shsam re bo'ladi. Mokkori. Keng, mana nolta. Le pe kelsa le o'qiladi, ha? Nolta, keng. Mana shu 6-darsdagi o'qish qoidalari bo'ladi. Sizda endi to'liq alifbo o'rganildi.